Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun hop Gazabloy liniyasi biznes haqida gaplashamiz. Hop bu Gazabloy liniyalarini Xorazm, Toshkent, Oltiariqqa tayyorlayapmiz. Hop bu mishalgamiz bo'ladi. Hop qalilligi uchli rossiyskiy listdan bo'lgan. Taylari konteyner material. Hop motori qolgan bunga. Ikkita balonni tayyor qilib qo'yganmiz. Balonni qo'yiladi. Hop motori hop rossiyskiy SSRD motordan qo'yilgan. Hozir yechib qo'yganmiz. Hop bu yoqda hop yonlari, polni suv bachoyi, polni yonlari mana ko'rishingiz mumkin. Hop yonlari ham hop qolibdi, borti ham, yoni ham, paddoni ham uchli rossiyskiy listdan bo'lgan. Hop profili 5 ga 3li yoniniki 2 stena. Ko'rishingiz mumkin. Hop bu yoqda ham o'sha bochkalar. Hozir u yoqda bortlarini ko'rsataman. Mana bu yoqda bortlari. Hop bortlarini profili 8 ga 4 profildan bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Stenasi buni ham 2li. Hop bort paddonda listi buni ham rossiyskiy 3li listdan qilganmiz. Hech qanaqa valna yoki boshqa narsa berib yormagan. Kelib, ko'rib, tekshirib, xolasalaring qolib bitirib bitta loq quyib ko'rib ham olishingiz mumkin. Bemalol, bexijolat. Hop narxlarga keladigan bo'lsak, hop общий komplekt nimasi bo'ladi? Mishalka, suv bachoy, hop mana rusnoy reskasi bo'ladi. Hop o'zini bachoyini aytdik. Komplektda ikkita mana shunaqa rels qolipi bo'ladi, bortlari bilan. Hop komplekt bo'ladi. Shuni narxi $1450. Hop keyin qoliplarga alohida qolip olaman deganlarga qolipini $250. Hop kelishadigan joyi bor. Hop bortini o'zini olaman deganlar, borti $120 chiqyapti. Paddoni $130 chiqadi. Xolasalaring rolikchalarini ham qo'yib beramiz. Hop reskamiz hop buni yangicha stili ham bor, yangicha turi. Hop bunaqa o'ngga kesilib qo'yilmagan. Hop uni ham ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir buni chachib qo'yganmiz, magaki dastavka qilib bergani qulayroq bo'lish uchun. Mana o'rtalari 10 cm, 20 cm dan ketgan. Buni ikki xil razmerda ketsa bo'laveradi, faqat 20 bo'lib qoladi deyishingiz mumkin. Ikki tarafda xot qo'yib ketganmiz, bitta aylantirib turib o'ngga kesib olsa bo'laveradi. Keyin hop bunaqasi ham tekis dialni chiqadi. Hop bu avtomat reskamiz bityapti, xudo xolasa. Buni Xorazmga jo'natib yuboramiz. Narxi 2,5 ming. Hop shu atrofga bo'lsa, o'zimiz vodiyga kelishadigan joyi bor. Hamma yo'g'i yangi narsalar qo'yiladi. Pachinnilarni ham ko'rishingiz mumkin, rolikchalar. Pachinnilar ham. Hop bu avtomat reskamiz narxini aytib o'tdik. Hop hamma yo'g'i o'sha aytganimdek yangi, motorlari ham, hop reduktorlari ham hammasi yangi, ishlatilmagan, tinig'idan qo'yiladi. Ustiga hech qanday kraska, boshqa narsa sepib qo'yilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop bu yerga hop bitta motor tushadi, endi bityapti. Keyin bu yerga burchaga bitta motor tushadi. Mana oddiy kichkina pachinnilari ham yangisidan qo'yilgan. Hop bunisini ko'rishingiz mumkin. Olib tushganini hop sifatga qimillamaydi. Shunaqa yangicha stilda qilganmiz. Hop oldingilar qilganmi, qilmaganmi bilmayman, ko'rmaganman. Shuni o'yladik. Hop mashina ikkala balon, 4 ta balon qo'yilgan, 4 ta balonda chiqib tushadi. Aqabaqa qimillashi yoki keskanda g'itillab olishi, silkinib olishi holatlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Hop bu o'sha ko'tarib tushiradigan nimasi. Hop buning narxini aytdik. 2,5 ming. Hop Xorazmga dastavkasi bilan borib o'rnatib berish bilan kelishganmiz. Hop o'zimiz vodiyga bo'lsa, narxinicha kelishadigan joyi bor, olib borib o'rnatib, ishlatib beramiz.
Chunki Xorazmga yo'l kirasi qimmat tushib ketib qolyapti. Xo'p, endi bu yoqda hozir motorlarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, mana bu yoqda yana bitta mishalka bityapti. Xo'p, bu sahflari, yana bitta mishalkaga materiallar, xo'p, paddonlar, polni hammasi ketadi shu uchala joyga. Xo'p, yana Zarkendan ham zakazimiz bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Uzag'i bir haftada xo'p, joylarini tayyor qilishlaringga yetkazib olib o'rnatib beramiz. Xo'p, mana bu motorlari bo'ladi, yangi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana qilt holatda hech qanaqa 1 minut ham ishlamagan motorlarni olasan. Xo'p, bu miyasi. Xo'p, valda ishlatadigan, valda chiqarib tushiradigan, hamma yo'g'i chotki, xudo xolasa. Xo'p, kimga kerak bo'lsa, narxlar shu komplekt Gazabloy liniyasi, oddiy liniyasi $1450. Ikkita qolopi bilan avtomat reskamiz 2,5 ming, kelishadigan joyi bor. Xo'p, uni ketadigan materiallarini boshqacha qilinadigan bo'lsa, undan ham arzonroqqa bitkazish mumkin yoki undan ham xo'p, ikkita valli ham qilib beraveramiz. Ikkita vallisi $3000. Mishalkalarimiz, xo'p. Mishalkalarimiz 8 million yoki $800 atrofida chiqadi. Xo'p, qoliplarimizni aytib o'tdik. Qoliplar $250 ko'proq olganga kelishadigan joyi bor. Borti $120, paddoni $130. Yana bir yangilik akalar. Xo'p, yer qoliplar, oddiy yer qoliplar skidka narxda $200 dan qivordik. Kimga nechta kerak bo'lsa, farqi yo'q, qilib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.